O'zbek xalqimiz bolasini juda yaxshi ko'radi. Bu videomiz aynan sizlar uchun. Video davomida bolajonlarimiz uchun har xil o'yinchoqlarni ko'rsatib o'tamiz. Ko'ringlar, tomosha qilinglar, telefon raqamlarini yozib qo'yamiz, bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Qani ketdik. Farhodjon Hormang. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Salomatkina. O'zi 2 safardan beri o'yinchoqlarni reklamasi ketyapti. O'tgan videomizda ham o'yinchoqlar reklamasini qilgan edik. Bunaqangi zaryadli, mana misol ko'proq foydali harakatga undovchi texnikalarni ko'rsatib aytdik. Endi aravachalar va o'sha katta narsalar haqida bu safar video qilsak, narxlarni bir qator tanishtirib o'tsangiz. Yaxshi, mayli. Hop, bu nimamiz emas, samokat ekana? Mini skuter deyiladi. Mini skuter. 1 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun. 1 yoshdan 5 yoshgacha ekana bu? Ha. O'zlari qoladi. Gaz pedallari bor. Orqa olda yurar ekan. Yani bemalol muzikalarni ham chalaverar ekan, kachifasi ham juda zo'r, ha? Orqalarini ham bir o'qing. Qarang, svetlari ham. Juda chiroyli bo'lgan. Hop, samokatimizdan bittasi ekan. Bu kim narxlari necha pul endi? Bularni 1.600.000 qilib beramiz. Dastavkada ichida. Dastavkasi ichida. Ha. Qaysi viloyatga bo'lsa ham? Farg'ona viloyati bo'yicha. Farg'ona viloyati bo'yicha dastavka bepul, qo'shni viloyatlarga kelishilgan holatda. Mana Farg'ona viloyati bo'yicha, Farg'ona viloyatiga bilasizlar, Andijon, Namangan kiradi. Andijon, Namangan, Farg'ona bo'yicha dastavkasi bepul ekan, 1.600.000 so'mga. Xo'p, qani ketdik. Bunisi-chi? Gelikda minisiga. Mini gelik deb ataladi. 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun. Juda qulayliklarga ega, hamma qulayliklari bor. Bunimizning narxi necha pul? Bunimiz narxi 1.350.000 so'm ekan. 1.350.000. Bu ham dastavkasi bilan birgalikda. Vodiy bo'yicha dastavkasi bepul. Qo'shni viloyatlarga ham dastavka qilib yuborishadi. Endi biroz pulini kelishilgan holatda. Xo'p, mana aravachamiz-chi? Aravachalarimiz, qassa-kalasikalarimiz bor ekan. Bularda mana 250.000 so'mlik, 240.000 so'mlik variantlarimiz kelgan ekan. 240.000 bunaqangi qassa-kalasikalamiz bor. Bu turda qassa-kalasikalamiz bor mana. Tepada fonni, ha? 150.000 so'mdan 180.000 so'm, 220.000 bo'lar ekan. Ha. Va bunaqangi kalasikalamiz kelgan ekan. Komfort. Bu necha pul u? Bu kalasikalamiz hozirda 650.000 so'mdan sotyapmiz aka. 650.000 so'm. Silinlar aylanadigan holatdagi. Bu nari kalaskamiz? Mana ularimizdagi katta kalasikalarimiz bor. O'rinlar chiqib tushadi, shunaqangi aylanadi, o'tiradi, turadigan holatlari bor ekan. Bularimizni narxi 950.000 so'mdan aka. 950.000 so'm. Ichida sumkalar bor. Mana uni nimamiz? Mana qanaqa nima ekan? Bular roliklar bo'ladi ekan, buning ichida kaskalari, zashtinlari ekan, shunaqangi holatda bo'ladi. Bular puli 220.000 so'mdan. 220.000 so'm. O'sha tizzasiga qilib ketmasligi uchun, ha? Zashtinlari ham bor ekan. Xo'p, undan tashqari hozirda podalishnik gitaralar, katta gitaralar bor ekan. 90.000 so'mdan 250.000 so'mdan bunaqangi katta original gitaralarimiz kelgan ekan. Ha, bu original, ha. Keyin pulli mashinachalarimiz va bunaqangi siniy traktorlar, siniy traktor. Bunga alohida ahamiyat beramiz. Shunaqangi kichikchali robotlar kelgan ekan. Soat orqali, qo'l ishora orqali boshqarsa bo'ladi. Muzikalarga unga tushadi. Shunaqangi holatda funksiyalari ko'p holat. Vertolyotimiz ham bor ekan, mini robotlar, keyin hozirda trendga chiqayotgan dronlarimiz bor. Dron samolyotlarimiz. Ularni holasiz bitta uchirib ko'rsatib beraman. Shunaqangi holatda bo'ladi ekan. Subhanalloh. Bemalol oralariga kirib ham tushiraverar ekan. Pastda men tushiringchi, baqa beringchi bilan. Bitta anaqa bo'lib qoldi. 100.000 so'mdan. 100.000 so'm, ha? 100.000 so'm. Keyin barcha turdagi mashinachalarimiz bor. Barcha turda pulli mashinachalar ham bor ekan. Pistoletlar, o'qotar. Qadarishni o'yinchoqlar, o'g'il bolalarga, qiz bolalarga. O'g'il bola, qiz bola. Buni dastavkasi o'sha gap, ha? Qo'rsoqlar ekan, mana qizlarimiz. Qizaloqlar uchun mana velosipedlar, ha? 3 yosh, 4 yoshlar uchun velosipedlar. Bular narxini bir boshdan aytib o'tsangiz, mana velosipedimizning narxini aytib o'ting. Mana Princess velosipedlarimiz bo'ladi. Bular original variantdagi velosipedlarimiz. Bular 520.000 so'mdan. 520.000 so'm. 520.000 so'm. Mana kattalarimiz bor ekan, 620.000 so'm. 620.000 so'm, ha? Hop, bundan tashqari bu yerda mana yerda velosipedchalar, ha? Velosipedchalar aka. Mana unimiz BMW nega chiroyli ekan? Bularimiz narxi 430.000 so'm ekan.
130 ming so'm ekan, ha? Juda chiroyli ekan. Yonidagi nimasi bor ekan, ha? Bu necha pul bu? ikki kishi o'tiradigan, bir yo'la. aka. Bu 3 yosh, 4 yoshgacha minishveradi, buni. Bemalol minib, ha, ushtali. Pulini 170 ming so'm dedilar. Keyingi mana nimamiz-chi, mashinamiz? Bularimiz rollari bo'ladi aka. Boshqacha Korobkada bo'ladi, nakidagilar, signallari bo'ladi aka. Bu rolda boshqarsa bo'ladigan holati 200 ming so'mdan aka bular. 200 ming so'mdan. Bu mana samakatchalar yosh bolalarga bu. Bu velosipedchilar mana. Velosipedchilar ekan, ha? 80-90 km ko'taradigan velosipedchilarimiz kelgan. Shirintoydagi o'zi hamma biladi aka. Bularimiz 250 ming so'mdan aka. 250 ming so'mdan. Hop. Undan tashqari mana 3 ta velosipedchilar ham bor ekan. Bu dastavkalari bu ham o'sha dastavkalari, farqi yo'q, ha? Samarqanddanmi, Andijondanmi, Xorazmdanmi bemalol murojaat qilishlari mumkin. Endi hozir hurmatli obunachilar, ko'rib turibsizlar, hamma o'yinchoqlar turi bor ekan. Mana bu yerda hattoki mana hayvonlarda turidagi vositachalar, kamaschalar ham bor ekan. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Dastavka xizmatlarini bor, yana aytib o'tamiz, bor. Telefon raqamlarini yozib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin.